Lutfi Media Texnika Çeklik şirketi işledi. Bu programmani Ürümçi Danışman Kitapçılık Çeklik şirketi alayda qo'lladı. Maqtanchoq paqa. Uzaq zamanlar ilgari yiroq bir joyda bir ko'l bo'lgan ekan. Bu ko'l bo'yida bir paqa bilan ikki g'oz yashaydi ekan. Ha, yaxshi bo'ldi. Bo'sh istigin. Ilgirlash zo'r. O'zingni erkin tut. Yaxshi. Ha, davomli. Kunlar, oylar o'tib, bu ko'lning suyi ozlab tugashga boshlabdi. Do'stlar, bu ko'lning suyi tugayli deb qoldi. Shunga biz boshqa yerga ketsak qandoq deysizlar? Lekin men yiroq yerga mengib bora olmayman. Paqajon, seni bu yerga yolg'iz tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Lekin sen bizdek ucholmasang, Yaxshiroq bir amal topsak bo'ladi. Ha, men bir yaxshi amal topdim. Bir chiviqni ikki tarafdan tishlab turinglar. Men o'tiridan tishlay. Shunday qilsak, men bu uchalayman. Vah, bu bo'ladigan amalki. Lekin ushqanda hargiz og'zini ochmag'in. Bo'lmasa yerga tushib ketsan, bildingmi? Bo'ldi, tushundim. Men chuqum og'zimni ochmayman. Shuning bilan paqa chiviqning o'tirini tishlab, ikki g'oz, ikki uchini tishlab, osmonda egiz uchibdi. Vah, qaranglar karomatni. Nima degan aql qazlar bu, ha? Ajab esil amal tepibdi. Paqa pastdagi kishilarning so'zini anglab, bu aqlni men topgan deb og'zini echib tas qapti. Ular uchib yana bir mahalladan o'tganda pastdagi kishilardan biri. Qaranglar. Qov aqlli qazlarga bir paqani osmon ko'tarib olib chiqibdi desa. Paqa kishilarning gapini anglab, gap qila olmay nihoyat jili bo'pti. Ey, bu aqlni men topgan. Men aqlliq. Hili bu gap qilyapti men juma. Ular uchib yana bir mahalladan o'tibdi. Qaranglar. G'oz aqlliq bilan mo'shunda bo'la. Qaranglar, paqani osmonga olib chiqib ketdi emasmi? Paqa kishilarning so'ziga chidab bo'la olmay, gap qilib yerga tushib ketib, puti sinibdi. Voy, bu aqlni men topganman. Voy, men tushib ketdim. Aradan necha kun o'tgandan keyin paqaning puti xeyli yaxshi bo'lib qopti. Javhar Paqa dastlabdan do'stlari bilan va'dalashgan bo'yicha qilmay, maqtanchoqlik qilg'achqa og'zini echib yerga yiqilib tushib ketdi. Shunga umoqlar, sizlar cho'qim do'stlaringlar bilan bir ish to'g'riliq va'dalashgan chaqda va'daga amal qilinglar, ha? Karton darsi. Son o'rganish qismi. 6 paqa. 1 2 3 4 5 6 paqa. 6 Qaranglar do'stlar, hozir 7 g'oz uchib keladi. Biz birga sanaylik, ha? 1 2 3 4 5 6 7 g'oz. 7 G'ozlar diqqat. Oldidagi 3 g'oz sizlar ustiga uchinglar. Keyinidagi 4 g'oz sizlar qolgan uchinglar. Xayr, xo'sh. Aman bo'linglar. Kichik do'stlar, endi birlikda paqaning barmoqlarini sanab baqaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 Paqaning barmoqlari ajab mahkam. Qaranglar, bu maqtanchoq paqa bizga kalla top mashq qilib berdi. Boshlandi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qanda, yomon ekanman. Si Ronaldo akidaysan meni. 9 Voh, nimandaq jiq paqalar bu? Buni qandoq sansak bo'la? Ha, amal topdim.
G'ozlar bakma aqlliqkan. Bu baqlarni osmonga olib chiqibdi. Bu aqlni men topgan. Men. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 maqtanchoq baqa 10 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 바가青蛙 여우가스 大雁